Assalomu alaykum, hurmatli podpisklarimiz. Mana bizga dehqon do'zidan akalar Nexus 2miz keldi. Siraz ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Mashinamiz 2009-yil. Kraskasi 5% deyishyapti, tekshirtirib olasizlar. Orqa oldi pechat akalar. Kondisionerlar ishlab turibdi. Ballonlar yangi holatda, temir gaz ballonlari bor. Salon qismlarini ko'rsatib o'taman. Mashina akkuratniy holatda turibdi akalar. Himchiskalarigacha qilib qo'yishibdi. Polilar tashlangan. Mashina ideal holatda. 2009-yil prostoy variant akalar. Nexus 2. Kuzovlarda qirilgan joylari yo'q. Dokumentiga keladigan bo'lsak, 1 yillik generalnik qolgan ekan, shuni chiqarib berishar ekan. 1 yilga generalnik chiqarar ekan akalar. Motor holatlari o'ta ideal holatda ekan. Motor, korobka, hadovoylariga javob akalar. Kondisionerlari bor. Bu mashinamizni $2200 bo'lsa berib yuboraman deyishyapti akalar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 2009-yil Nexus 2. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Bartelga ham kelishaveramiz.